Assalomu alaykum. Yana bir bor bu ikkinchi video boy 15%dan kam zaryadimiz qoldi va bitta videoga yetadi. Obunachilar, mana bizlar 1-16 finalga o'tgan videoda yetib oldik va bizlar Algeriyaga qarshi o'ynaymiz va bahs olib boramiz. Unda sizlar bu videoni yoqtirsangiz like va obuna bo'lib qo'yinglar. Let's go. Mana shu tarkib bilan chempion bo'lamiz obunachilarim. Uzr bo'lsa kechasi 2 da olinayotgani uchun salohim qochyapti. Kelyapti demoqchi edim. Mana o'zi uyqum kelayotgandan gaplarim bir-biriga to'g'ri kelmay qo'ygan. Bruno Fernandes, Zidane, voy kal, vartar o'tirma. Voy, mana super gol. Quat jessidan shollaydi Cristiano Ronaldo. Again. Losing possession. Bruno Fernandes Ronaldo gol qo'ydi va o'zi kuchli zarbasini yo'lladi, lekin kal ushladi. Quarter of the half gone. Both teams showing positive intent. Va gol, Trincao. To'xtamasa zarba berdi. Voy, o'qib kelyapti. Xo'p. Let's go. Losing possession. Darhol. Oldindagi o'yinchilarga qaraymiz. Zidane. Goalkeeper relatively untroubled. Beautiful long pass. Nimasi? So we'll restart with that throw in. Fails to keep the ball. Voy, golni qarang, golni. Bu gol, voy. Pas kelyapti va Ronaldo mana shu yerga mixlayapti. Again. Might be able to get in behind the defense. It's in. Plenty of. Voy. Kal olmasin. Amazing save. Qanaqa save qildi bu kal? The score is now 3-0. Fails to keep the ball. Good play, one-on-one. Reads the play beautifully. Wonderfully weighted. Offside dedimi bu? Davay. Mana shu yaxshi vaziyat yaratish mumkin. Ronaldo to'pni oldi. Ronaldo zarba yo'llaydi va save qilyapti. Gal! Laqab qo'yish kerak bo'lsa kal deb nomlayman. So we'll restart with that throw in. Oh, they lose possession now. Forward long pass. Voy. O'yinchilarim slabi. Losing possession. Beautiful through ball. Fails to keep the ball. Excellent vision. Good forward play from the. Voy, tiki-takani ko'ryapsizmi? Ronaldo hat-trick. O'tgan o'yin 7 golini hisobga olsak,
33 gol urdi jahon chempionatida. Orqa fondagi ovozlar uchun kechirasiz. Fails to keep the ball. Well, that's the end of the first 45 minutes. Voy, Ronaldo yaxshi o'ynab turgan ekan. Formada. Second half has commenced. Heavy shot. Uzr, uyqum kelyapti, shu uchun kam gapiryapman. Agar uyqum kelmaganda men o'shim aktiv bo'laman. Buni videoni ko'radigan o'quvchilar yaxshi biladi. Whipping it into the danger zone. It's a real challenge for the keeper. O'xshamadi-ya. Fails to keep the ball. Reads the play. Kal. Yaxshi, Losing Bruno. possession. Voy, yaxshi. Ronaldo qidiramiz biz. Strikes it in the box. Denied. Voy, ochiqlarga bu voy iflos. Qanday gol urolmading? Sending it deep. Bu gol bo'lish kerak edi. 100% gol. Nimaligini tushundim bu iflos. Appasi jolla. Fails to keep the ball. Through ball. Ya pas jolla. Might be able to get in behind the defence. Carrying the ball forward. Beautiful through ball. Good play, one-on-one. Fails to keep the ball. Losing possession. Let's go. Voy, bu pasini asablarim o'ynaydi-da. O'zing bos. Va gol! Bruno Fernandes tekib qo'ydi. Substitution it is. Va gol! Might be able to get in behind the defence. It's in. Plenty of power on that. It's in. Va gol! Poker. Va bittasiz. Yaxshi natija. Va o'yin davom Subs etadi. getting ready. There goes the ball. Ko'zlarim achishib ketyapti. Fails to Mayli, keep the ball. endi ko'p obunachi, lekin bu mehnat qadrlaydigan hech Good kim ball yo'q movement bunda. and a decent position here. What brilliant anticipation from the goalkeeper. Bunachilar bilmaydi bu videoni o'zini tayyorlash, bu videoni rasmga suratga olish. Voy. So we'll restart with that throw in. Va soat 2da video olish. So we'll restart with that throw in. Through ball. Good play, one-on-one. Pedro Neto alışasanmı Ronaldo'ga deyapti? Yo'q deymizmi? The ball forward. Va gol! Vay! Zato jahon chempionatidagi ilk gol o'tkazishimiz. Again. Nice through ball. Heavy shot. O'xshamayapti-yu.
Ispaniya xuddi shunday qayd etdi. Jahon chempionatida bitta gol o'tkazib yubordi. Fails to keep the ball. No more time, the referee says, and that will do. Ronaldo MVP. Chunki bitta pas ham beryapti. Olti besh Paragvay o'tibdi. Wow, qanaqa o'yin bo'lgan bu yerda? Fransiyani yutib chiqdi. 2-0 Kanada. Yaponiya Marokashni yutibdi. Xorvatiya Kolumbiya Ispaniya uchun yutdi. Ekvador yutibdi. Belgiya Meksikani yutibdi. Braziliya mag'lub Germaniya yutibdi. Angliya 1-0 yutibdi. Argentina Urugvaydan mag'lub bo'libdi. Turkiya 2-0 yutibdi. Shvedlar 2-0 yutibdi. Portular 6-1 hisobida yutishdi. Videomizni chetda ko'rganlar kanalga like, obuna bo'lib qo'yishni sizlar bilan o'sha Kamina Gamtaran Zoha Gaming bo'lim. Unda xayr omon bo'ling.